Yo va hammaga assalom obunachilar. Bugun men Sirkfey va bu videoda biz survival qilamiz. Lekin bu to'xtab tur. Lekin oddiy survival emas. Bu yerda qizil dumaloq bo'ladi. Dumaloq emas. Qanaqadir shakli nimadir bo'lar ekan. Mana obunachilar. Ey jinni. Hop bo'ldi qizil. Короче, mana shu qizildan chiqqanlarni o'ldiramiz. Mana qilich bor. Islomni chiqarib yuborgim keladi, bitta itarib. Itarsang, seni itlaramiz. Mayli, Ivoy chiqib ketay dedim. Mayli, salomlashib olinglar. Yo, hammaga salom obunachilar. Bugun men Janos Bekro. Bugungi videoda esa shu qizil dumaloqdan chiqish mumkin emas. Mana shunaqa испытание bo'ladi. Xullasda, davay salomlashuv hacker error 777. Yo'q, hammaga salom obunachilar. Bugun men hacker error 777 bugun biz Ivoyda qilamiz. Uzoqlarga Bu ketamiz. doirachadan uzoqlar agar dumaloqdan degan. O'ldiramiz o'shani. Ketdi obunachilar. Davay ketdi. Ivoy, o'chir. Ketdi obunachilar. Birinchi bo'lib men daraxt chopaman. Chopaman. Yo'q, krisalar kim betni sindirdi? O'shani ko'tiga tepaman. Ha, endi. Menimcha kurdas qildi yoki. Bo'qti yepsam men. Ammo men 100% men dumaloq qilyapman. Men ham dumaloq qilyotgandim. Aslon davay ko'tiga tepaylar qizil dumaloqlardan. Men verstak topib oldim O, davay da avtsamasdan. Ancha gidiganda. Jinniliklar tugadi. Ketdik. Mayda qizil bor ekan. Obunachilar rahmat. 2690 ta obunachiga. Sizlarga ham mayli rahmat. 800 ta olganimizga. Parkurlari qiziqmas deb o'ylabman. Meni qornim ochib ketdi. Rostdan sen aytarasiz, unaqa bo'lding-a? Parkurda men tushib ketyapman, o'zlariga qiziq bo'lmaydi deb o'yladim. Asabga tegib tushib ketyapsan-da. Ammo baribir meni ko'p ko'rishdi, rahmat. Katta ko'zlarga kim menga omad shu nimadirlar falon shu deyotganlar. Rahmat, kattakon. Endi verstak bor. Sizlarga omad shu mendaqa shu 1000 ta yoki mendan ko'proqlar 10 ta shu bo'lsin. Manda javlon 1000 ta bo'lishga sal qoldi. Obunachilar iltimos obuna qo'yinglar, 1000 taga sal qoldi. 100 ta qilib beringlar. Voy, Iltimos. Islomni qornim ochib qolib ketdi. Menikini 10 000 ta. Davay, ber menga. Mana verstakda yo'qotadi shu verstak bor edi. ana bo'ldi bitta verstak. Yana bormi sabzi? Sabzi yo'q ekan, shuni yeb turaman. Ammo qilichimiz bilan itarib tashlamasak bo'ldi. Qilich bilan itarsan bo'lmaydi-da, javlon. Qilich? Nimaga qilich topdim? Yo'q. Ammo aytib qo'y. Almazda qilich xolos kim chiqib ketgan bo'rish. Voy, nimaga sразу aytaman. Tarorishdan yo'q lekin. Men sразу yer tagiga boryapman tosh chopish. Qatta yursa chiziq narsa chiqyapti. Chopaman. Kimdirda blok yo'qmi? Yo'q. Nima bo'lyapti? Menda chopma. Bo'ldi, chopyapti. Men toshni chopishni boshladim. Oxir. Manista. Bitta mana qo'yib ekan kompotni, blin. Kompotni. Do'stlar daraxt. Yo'q. Men daraxt topolmayapman. Nimachi? Yo'q, bu boshqa sit bo'lsa kerak. Bu esa mimi. Zoli mimi. Nima? Yo'q, bitta shuncha tosh ekan. Bo'ldi, bu hamma toshlarim meniki. Sen qizildan chiqib ketma. Chiqib ketsang o'ldiramiz. O'ldirmaysan, butun deysan. O'ldiramiz. Hali men qiziqgan 1 santimetr ham kelibman. Mana rostdan ham bor ekan bitta tosh. Santimetr kepsan lekin javlon. Qarasan birinchi qattaman turibman. Qarash, mana yerda chiziq yo'q ekan. Bunday qilib o'tib olishi mumkin ekan. Yo'q, mumkin emas. Qanday? Bitta unaqa divan yo'q-a, uxlashga. G'alati ekan, shu eski versiyasi. Javlon, sen nima eski versiyada olyapsan? Sanada hozir biz ham eski versiyadamiz.
Qara. Bo'pti, yaqinda o'zi yangi versiyada olaman. Bu safar olaman yangi. Mana shu nechta kerak menga? 2 8 ga 2 3 10. Menda 40 ta bo'ldi tosh. Shunaqa berib turish daraxtdan. Ana daraxtlar 1 millionta turibdi, visto. Men tosh qilib oldim. Hozir tosh qilich qilyapman va kirka qildim. 20 marta qilib olyapman. Bo'ldi, men Nimadan chiqib ketmayapmanmikin ishlar, yo'q chiqmayapman. 35 ta tosh menda. Kimga berib turay? Yo'q, hech kimga bermayman. Hazillashdan hech kimga bermayman. 38 ta bo'lsa berib tur. Urushmas, jinnilar. Chizig'dan o'tdi. Tepada yuribdi. Kim? Sen? Mana chiziq tushundim. Mana chiziq. Tosh beribdi. Kallavoy mulla. Kim urdi meni? Mammas. Kimdir urdi-da, shu qaysi? Mammas. Kallar ichida. Obunachilar hammaga xayr. Sizlar bilan mendim Sirkfay Pros va Javlon O'zbekro va Hacker 777. Javlon Ayaz chaqirib oldi. Birinchi qismda yechib oldi, ikkinchi qismni yechamiz hozir. Mayli, hammaga xayr. Obuna va like bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Xayr.